Xilofat Umar bin Abdulaziz tarixga voqean namunadir. Bu kishining valilaridan bittasi vali Xorason payon beradiki, Janobi Amir, meni raiyatim qo'limda taydagi kishilar qonunga va tatbiqi o'sha hukumatga gardan qo'ymaydi. Hamisha sarkashlik qiladi. Va agar izn ijozat bersangiz, bular hech go'y isloh bo'lmaydi, magaram shamshir bilan va shalloq bilan isloh bo'ladi. Yani hadaflari shudiki, agar ijozat bersangiz, zo'ri shalloq, zo'ri shamshir bilan bularni men qonunning ustiga piyoda qilaman. Agarna bular hamisha kalashaqlik qiladi va hukumatni farmonlaridan bular itoat qilmaydi. Janobi Umar bin Abdulaziz rahimahulloh vaqtida bu kishini valisini fayomini yeshitdi, vali Xorasonda. Sen aytasanki bular isloh bo'lmaydi, magaram shamshir va shalloq isloh qiladi. Faqad kadabta, yolg'on aytasan. Kozibsan. Bal yuslihuhumul adl wal insof. Balki millatni isloh qilayotgan shamshir, shalloq emas, millatni isloh qilayotgan narsa adl, insofdir. Qozi sohib qazovatiga adolat, insofni muroat qilsa, hokimlarimiz hakam va faysalasiga adolat, insofni muroat qilsa, ulamolarimiz va'z va bayonlariga haqni millatga bayon qilsa, adolat, insofni muroat qilsa, do'zana va sezanalar xotillariga adolat, insofni muroat qilsa, otalar avlodlariga adolat, insofni muroat qilsa, kulli millat oromish rohatga zindalik qiladi. Bal kadabta, yolg'on aytasan ey vali, millat nima uchun isloh bo'lmasin? Bal yuslihuhumul adl wal insof. Qurboni bo'lsam bu shaxsiyatlarni. Buni bunday qilib hukumatdorlik qilib kelgandi. Adl, insof ham zindagi infirodiga va ham zindagi nima ijtimoiga agar tatbiq berilsa, hech bir qiyinchilik yo'q bu kishi o'rgan nazar. Va idza hakamtum, vaqtiki faysala qilsanglar baynan nos, mardumning o'rtasiga. Marhala ibtidoiyadan shuru. Ikki avlodingizning o'rtasiga faysala qilmoqchisiz. Nizoi zaminiy bo'lsin yo har narsaga. Ba'dan undan ostaroq dashga chiqsangiz, agar nizoi qavmini o'rtasiga namoyandasiz, mahosin safidsiz, yoshliqsiz, vaqtiki faysala qilmoqchi bo'lsangiz, undan agar balandroq ketgidek bo'lsay, zamoniki qazovat qo'lingizga qozisiz yo arbobi mantiqa, vakili mantiqasiz, millatning nizo va janjoli sizga agar murojaat bo'lgan